Jondor tumani Oytug'di MFI'dan o'tuvchi tuman markazini gaz bilan ta'minlovchi mazkur gazoprovodimiz yer osti 426 millimetrlik gazoprovodimiz rekonstruksiya qilish ishlari bugungi kunda tugatilib, to'liq ishga tushirildi. Ushbu gaz quvurimiz ishga tushgani bilan 20 ming tuman aholisini tabiiy gaz bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi yana gazoprovodimiz gaz iqtisod qilish olib keladi. Tumanni to'liq gaz bilan bu yil kuzatishga tayyor.